savdosiga chiqibdi. 2007-yilda ishlab chiqarilgan 2107 avtomashinamiz. Motorlarigacha boshqa qo'yilgan ekan, xudo xolisa to'liq obzorlarni qilib beramiz. Kraskasi polni asijdogan, suyaklari top-toza deb aytishmoqda ekanlar. Odamlarni qaranglar, polni o'rab olishgan, qiziqadiganlar. Xo'sh, motorni polni ko'rsatib o'tamiz. 007 raqamlari bilan. Xo'sh. Ko'rinch pakinina propallari tayyor. Priora 1.6 standart motorlarda. Motor haydovchi korobkalarda umuman ish yo'q ekan. To'rtta balon yangi holatda polni shumkalar qilingan. Kraskasi qizildan mana shunday yaltiroq qizilga o'zgartirilgan ekanlar. Salonlari chexol, korek, audio sistema, monitor, hattoki tablolargacha chiroyli qo'yilgan. Salonkalar nima deyapti akalar? Qiziqadigan odam shuni olib bosib oladigan joyi subwoofer, akkumulyatorlari, 50 talik propan balonlari bilan. Dokumentga keladigan bo'lsak, hamma dokument qilib qo'yilgan ekanlar. Polni ruxsatnomalari bor. Qoldirasizlar. Rangi. Mashinamiz faqat oformleniya bo'lar ekan. Narxini $4300 kamini qilib berishar ekan. Telefon raqamlari aka? 90lik 90lik 343 68 18 ga aloqa chiqarsa $4300 narx so'rashyapti, chiroyli kamlarni qilib berishadi.